Xo'p, o'rtoqlar. Aqlimizdagi insonimizni qo'yib yuborsak, hayotimizga undan-da yaxshisi kirib keladimi? Yoki mana shu insonimizni ushlab qolganimiz yaxshimi degan mavzuda ko'ramiz. Karta ochib qo'yamiz. Har doimgidek kartaga o'z energiyalaringizni yuborgan holda karta variantlardan bittasini tanlaysizlar. Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Xo'p, aqlimizdagi inson qanaqa inson? Birinchi variantdan ko'rib o'tamiz. Aqlimizdagi inson qanaqa inson? Aqlimizdagi insonimiz hozirgi kunlarda rosa to'sqinchiliklarda turibdi. Sizga nisbatan to'siqlar oldida. Qo'l oyoqlari berk, ko'zlari berk, umuman hamma yoqdan to'siqlarga uchragan inson. Bu insonni xo'p, sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa bu insonimizni? Vayronagarchiliklarga uchrayapti siz bilan bu inson, bilasizmi? Yaxshi ko'rishgan, может qachondir yaxshi ko'rishganligi bor, lekin hozirda esa urush janjallar bo'lgani va vayronagarchiliklar, ya'ni sevgingizda ham, munosabatlaringizda ham to'xtovlar, pauzalar bo'lib turganligi ko'rinyapti bu yerda. Qilgan rejalaringiz, tuzgan orzularingiz, shunaqa narsalar tugab bitganligini ko'rsatyapti bu yerda. Bir-biringizga nisbatan qattiq urush janjallarda bo'lgansizlar. Xo'p, yana qarorlarda qat'iy turib olgan bu inson, xuddiki men yalinmayman, o'zing kel, o'zing kelsangina unda ham men o'ylab ko'raman degan qarorda turibdi o'zicha bu odam. Xo'p, yana lekin bilasizmi, bu inson qanchalik o'zini men bormayman, men unaqaman degani bilan bu inson baribir sizni yaxshi ko'radi, sog'inishi bor, qanaydir elas sog'inib shunaqangi nima deydi, yuraklar hapqirib deydimi, shunaqa bo'lib ketayotgan vaziyatlarda ham turganligi ko'rinyapti bu inson. Sizga qarab turibdi bu inson. Xo'p, bu insonni qo'yib yuborganimiz yaxshimi yoki kurashganimizmi? Bu inson bilan bilasizmi, rosa kuchli orzular qilgansiz, rosa bu insonni deb sizdan siqilyapsiz. O'zi jozibali, chiroyli ko'rinishga ega, nima deydi, shunaqa latofatli inson ekanligingiz ko'rinyapti, lekin bu yerda u inson bilan qilgan orzularingiz borligini eslayapsiz. Qanday u insonda umidlaringiz katta ekanligini eslab, uncha qo'yib yuborolmay o'tiribsiz. Hali ham orzularingiz, umidlaringiz katta u insondan. Xo'p, qo'yib yuborganingiz yaxshimi yoki nima? Yo'q, bu insondan bilasizmi, ketmoqchi bo'lyapsiz, siz ketishni xohlayapsiz, lekin ketolmayapsiz. Shunaqangi u bilan nima deydi, yaxshi ko'rganingiz tortyaptimi unga, yo bo'lmasa oldingizda to'siqlarni, qanaydir oilali bo'lsangiz farzandlaringiz borligini o'ylayapsizmi, ota-onangizni o'ylayapsizmi? Xullas, o'ylovlaringiz rosa ko'p. O'zingiz ich-ichingizdan ketishni xohlaysiz, lekin nimalarnidir o'ylaganligingiz tufayli ketolmayapsiz bu insonni. Bu insondan ketsangiz hayotingiz qanday bo'ladi? Bu insondan ketsangiz hayotingizda boshqa bir qaror, boshqa bir inson kelishi ko'rinyapti. Bu insondan ketsangiz boshqa bir inson keladi hayotingizga. Xo'p, u inson bilan, yangi kirib kelgan inson bilan yashab ketasizmi yoki birinchi insoningizga qaytganingiz yaxshimi? Yashab ketasiz, lekin bilasizmi, yashaganingiz bilan qanaydir shu o'tgan kunlarni, xotiralarni eslab yashaysiz. Bu yerda shu qilgan o'tmishda bo'lib o'tgan narsalarni eslab, sog'inib yashaysiz. Bu yangi inson bilan oila qurgan taqdiringizda ham faqat o'sha o'tmishingizda o'ylab qolgan holatda yashaysiz. Birinchi variantdagilar shunaqa chiqdi. Ko'proq rasqlat qilardim, hozir menga YouTube ko'p vaqt bermagan, o'sha uchun tez aytib o'tishga harakat qilyapman, vaqtim tugab qolmasin. Xo'p, endi ikkinchi variantdagilar. Bu inson qanaqa inson? Bu inson qat'iy inson, qarorlarida qat'iy turgan inson, sog'inchi bor, sevinchi bor inson, kimnidir yaxshi ko'radigan inson bu. Bitta qarorni qabul qildimi, undan voz kechmaydigan inson bu. Hozirda qandaydir kimgadir talpinib turibdi, kimgadir mehr muhabbat berib turibdi bu inson, lekin bu insonda ham qandaydir qarshichiliklar bo'lyaptimi, yo bo'lmasa o'tmish
bu insonda ham o'tmishida qanaqadir bir insonni yaxshi ko'rganligi bormi, yo bo'lmasa hayotida qanaqadir inson bo'lib o'tganmi vaqti zamonida, o'sha insondan qolgan yaralar borligi ko'rinyapti bu insonda. O'sha insondan qolgan yaralar, может, oilasidan qolgan yara bormi, qanaqadir taqdirida o'shanaqa kelish nima deydi, sevganligi ko'rinyapti, tilxiraliklar bo'lib o'tganligi ko'rinyapti. O'shandan keyin bir jich o'ylovlarga tushib, hech ishga qo'li bormasdan bir siqilgan va nima vaziyatlarga tushib qolganligi ko'rinyapti, bir qiyin vaziyatlarga tushib qolganligi ko'rinyapti. Bu vaziyatlardan chiqib ketishga harakat qilayotganligi, bu vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilayotganligi ko'rinyapti. Qancha qiyinchiliklar, qancha dilxiraliklar bo'lib o'tganiga qaramasdan men bu vaziyatdan chiqib ketaman deb harakat qilyapti, lekin ikkilamchilikda qolyapti bu inson. Bu inson bilasizmi, ham sizni deyapti, lekin ichidan mana bu narsalarni unutolmayapti. Mana bu narsani unutolmayapti bu inson. Hayotida bo'lib o'tgan voqealarni unutolmayapti bu inson. Ikkilamchiliklarda qolib ketyapti. Xo'p. Bu insonni xotiralari, ya'ni xotirasidagi ayolimi, qizimi, yo bo'lmasa erimi, yigitimi, ilon kabi cho'lg'ab qolgan bu insonni hayotidan, xayolidan hayoti davomida chiqib ketmaydi bu narsa. Umr bo'yi bu insonni qayta tushkunlikka tushirib kelaveradi. Может, bu yerda menimcha oilaliklar tushdi. Oilalik erkaklar bo'lsa birinchi xotini, oilali ayollar bo'lsa birinchi erini, faqat o'shandan qolgan xotiralarni o'ylab jiddiy siqilishlar bir umrlik bo'ladi bu insonda. Xo'p, yana nima? O'shani uchun o'ylovlarda, siqilishlarda turibdi bu inson. Hozirda menimcha bu inson hozirgi vaziyatimiz bo'yicha nimani yaxshi ko'rmaydi. Hozir bizani kuzatayotgan ikkinchi variantni tanlaganlarni yaxshi ko'rmaydi. Qanaqadir o'tmishidagi qiynayapti bu inson. O'tmishidagini yaxshi ko'radi. Может, o'tmishidagi menimcha buni tashlab ketgan. Agar tashlab ketmaganda edi, bu uni tashlamasdi, uni tark etmasdi. Agar o'zi istab tark etgan bo'lganda, bu bunaqa osilishlarda, o'ylovlarda, ikkilanishlarda, sog'inishlarda qolmagan bo'lardi. Xo'p. Yana nima bo'ladi? Bu inson bilan sizni xo'p, bu insonni tark etishingiz kerakmi yoki kurashishingiz kerakmi? Siz ham ikkita yo'lda turibsiz. Tark etib ketib bilmayapsiz, qololmayapsiz. Lekin siz qarorlaringiz olishingiz kerak. Qarorlaringiz, erkak kishi kuzatayotgan bo'lsa, qarorlaringiz olganingizdan keyin hayotingizga yangi ayol kishi kirib keladi. Ayol kishi kuzatayotgan bo'lsa, yangi erkak kishi kirib kelishi kuzatilyapti. Yorug' kunlar, sirazi yorug' kunlarga chiqishi ko'rinyapti bu insonni qo'yib yuborgandan keyin hayotidan. Xo'p, yana sevgi, muhabbat, jo'sh urush, bir-biriga bo'lgan nima deydi, jo'shqin muhabbat kirib kelyapti hayotingizga. Yangi sevgi kirib kelyapti hayotingizga. Qo'yib yuboring. Hozirda siz sizni qiynayotgan, ikkilamchilikda yurgan yigitni bo'lsa, yigitni qo'yib yuboring. Erkak bo'lsa, erkakni qo'yib yuboring. Xotin qiz bo'lsa, ikkalasini, xotinni ham qo'yib yuboring, qizini ham qo'yib yuboring. Xullas qo'yib yuboring. Hayotingizda yangi romantikalar, yangi kunlar boshlanishi kuzatilyapti bu yerda. Nasib inshaalloh kuzatiladi. Faqat nima deydi, qarorlar ola bilsangizgina kuzatilishi mumkin. U sizni ham, unisini ham, bunisini ham ushlamayotgan insonni nima qilasiz? Chiqazib tashlang hayotingizdan. O'sha u xayollari bilan, o'tmishi bilan, o'sha o'tmishidagi nimasi bilan, ayoli bilan yashayversin unaqalar. Unaqa insonlar bilasizmi, mas'uliyatsiz insonlar bo'ladi. Xayolidagi o'tgan nima deydi, o'tgan o'tmishi, u o'tib ketdi, u bo'ldimi, tamom bo'ldimi, uni unutish kerak. Uni faqat eslab, ezilib, nima deydi, latta kesmas deydimi, shunaqa qilib yurgandan foyda yo'q. Unaqa insonlar mas'uliyatsiz bo'ladi. Ertaga turmush qurganingizdagi oilani mas'uliyatini ham bo'yniga olmaydi. Men bu yerda mas'uliyatli ishni ham bo'yniga olmaydi. Voy, men bu xotinim ekan, elni oldida, yurtni oldida men bunaqa qilayin, meni burchim degan narsani bo'yniga olmaydigan inson bo'ladi. O'tmishini kavla qilsa, mana bu yoqda farzandli bo'lib ketganlaringizdan keyin ham yana shu o'tmish bilan ezilib yotsa, u nima kerak? Undan ko'ra qo'yib yuboring, boshqa bir inson topganingiz ma'qul. Xo'p, endi 3-variant.
variantdagilarni holati, 3-variantdagilarni holati hozirda tashqi ko'rinishidan juda ham xotirjam, chiroyli, hech narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib ko'rinyapti-yu, lekin ichidan ichki bosimlari bor bu inson, qanaqadir ichki tashvishlari bor inson chiqdi. Xo'p, ikkiyuzlamachilik qilyapti bu inson, sizga unaqa edi deyapti, lekin ichida boshqacha. Sizga nima ketayotgan bo'lsa, ichida boshqacha o'ylayapti bu inson, teskarisini o'ylayapti, ikkiyuzlamachilik qilyapti bu inson. Xo'p, yana bu inson ketmoqchi. Bu inson munosabatlardan sizdan oldin ketmoqchi, tark etib. Nimaga ketmoqchi? Bir manfaat bo'yicha ketmoqchi bu inson. Keyin nimanidir ham xayol qilyaptimi, reja qilyaptimi, shunaqa ham holatda turibdi. Bu inson siqilishlarda qolgan, qarshiliklarda qolgan bu inson. Mushut oilasida bo'lishi mumkindir, siz bilan munosabatda qarshiliklar. Bu inson ketyapti, munosabatlardan ketishni xohlayapti bu inson. Munosabatlardan ketishni xohlayapti, hamma munosabatlar tugab bitta qoladigan narsa yo'q, bu yerda qoladigan nima vaziyatda emasman degan tushunchalarga turibdi, osilib qolyapti, qarorlar ololmayapti. Xo'p, bu insonni qo'yib yuborsangiz, hayotingizga yangi inson kirib keladimi? To'siqlarni bartaraf etsangiz, qarorlarni qat'iy qaror qabul qilsangiz, yana nima demoqchiman? Bu yerda kartalar shu narsani ko'rsatyaptiki, mana bu insonni qo'yib yubordim, bo'ldi deb o'rtada biroz pauza bo'lgandan keyin bu inson yana yaloqlanib qaytib kelsa, yana u insonni ushlab olmasangiz deyapti. Qarorlaringiz qat'iy bo'ldi, bundan kechdingizmi? Kechdingiz. Bo'ldi, qo'yib yuborishingiz kerak deyapti. O'yna qo'y qilib o'yin qilmasdan, egri qilmasdan hayotingizni. Ko'pdan men ko'rganman-da shunaqa, hamma narsani pauza qilib tashlab ketib, yana yurib qaytib keladiganlar son mingta. Ikkilamchiliklarda o'zingizda mana ikkilamchiliklardan chiqsangiz, bir inson kelishi bor hayotingizga. Sevgi, muhabbat, pul ila kelishi bor. Puldor yaxshi inson kelishi bor. O'z obro'yiga ega, puliga ega, shaxsiy karyerasiga, mansabiga ega inson kelishi bor. Qo'yib yuborishingiz kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shaxsiy o'chirimlar uchun WhatsAppdan bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Rituallar, tozalatuvlar uchun ham murojaat qilavering.